Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana aziz yurtdoshlar, bugun mana kechasi ijod jarayoni Ensoniq TS10 elektron cholg'u asbobiga programma qildik. Rustam akam boshchiligida mana akalarimiz kelishdi. Assalomu alaykum so'rashib qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga. Hammaga tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Mana Xudo xolasa shu Ensoniq klavishimizni olib keldik. Mana Abdulg'ofur akaga juda ham bir ajoyib qilib bizga programma qilib berdilar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ishlatish nasib qilsin. Rahmat, xizmatingizga rozi bo'lib. Rahmat. Rustam akam 2 yil oldin kelgandilar. Xayrullo do'stimiz bilan, Xayrullo do'stimiz Yulduz Usmonovani sobiq klavishniklari do'stimiz, yaqin do'stim mana Xayrullo bilan kelganlar. Mana Rustam akamiz. Rustam aka, tabiiy so'zlaringiz. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sizga ham omadingizga omad. Hamisha mana shunaqa bizga o'xshaganlarga chiroyli programmalaringizni qilib bering, xursand qiling hammasini. Shu endi biz ishimiz shuda endi. Rahmat Rustam aka, ijodiy barkamollik, sizlarga ham ishlarga rivoj tilaymiz. Xudo xolasa mana bu endi men bu bitta anaqa nima deydi, tem masalasi bo'yicha xabar bo'lmaysizlar endi. Vodiyga ham ko'p men to'ylarga borganmizda Rustam aka. Vodiyning templari juda oldin men bu jimunchalik bo'lmas. Templari to'g'rimi? Ha, yo'q, bir 20-25 yil oldin men Vodiyga, Andijonlarga, Qo'qon, Farg'onalarga ko'p borganman. Templari misol jab borsa 170, 180 bo'lardi. Jab borsa patolog diskoda. Hozir templarni ko'rib men o'zim hayron qolyapman. 200 mana hozir men bitta qarang. Mana hozir 200 qo'yamiz. Endi sekin bu sekinmi? Bu sekin. Bu sekin, bunga o'ynashmaydi. Mana. 220 qildim mana. 220 ani Hojiboy ekan askasi bor edi-yu. Avazoxonning askasi bormidi? Dakansi mana mashinkani dakansi qo'yamiz. Mana dakansi qo'ydim. 219, 220 qo'ydim mana. Yana dakansasiga ozgina bor, yana dabavka qilamiz. Ketdi mana. Bu ham sekinmi? Oxirigacha dabavka qilaymi? Mana oxirigacha yana qo'shamiz, temp qo'shamiz. Mana Avazoxon do'stimiz askarlardan bo'ladi endi bu. 200 Abdulg'ofur aka bir 260 qo'yish iloji bormi? Yo. Endi dakansi o'zi 250 bu inson. 250 dan u yoqqa ko'tarmaydi. 250 u yoqqa endi zavodga zakaz qilish kerak. Ensoniqga vodiy uchun tempini yana qo'shib berdilar. Endi zavodga отдельно zakaz qilishimiz kerak. Mana eng oxiriga qo'yaman. Bundan u yoqqa qo'ya olmayman lekin mana 250 mana ketdi. Bundan bu yoqqa endi o'ta olmaymiz. Endi u yoqqa o'tish uchun Endi bu musiqa emas-da. Endi men bittansiga hayron qolaman-da. Hurmatli obunachilarimiz, muzikantlarimiz, aziz sozandalarimiz mana. Endi bir narsa bir qo'shig'i kuylayotganimizda aslida qanaqadir so'zlar ham chaynalib ketmasligi uchun templari ham normalniy bo'lishi kerak, Rustam aka, to'g'rimi? To'g'ri. Templar normalniy bo'lishi kerak edi. Tempi juda qancha tezlashgan sari so'zlar chaynaladi. Odam chalganda ham kayf qilmaydi-ku. To'g'rimi yo to'g'rimi gapim? Chalganda bunda shtrixlar chiqish uchun, doiraning shtrixlari chiqish uchun jivo chalganda yoki klavishda yoki g'ijjeda yoki klarnet yoki nay. Bunaqa tempda misol uchun liboy profili ham misol uchun qiynaladi, lekin bunaqa tempda azizlar. Men bu narsani anchadan beri gapiraman dedim, lekin gapirishim joizmikan hozir? Joiz, to'g'rimi? Joyida bo'ldi. Tempi ozgina nima deydi? To'g'ri endi vodiyda juda men do'stlarim bor, shogirdlarim bor, juda vodiy xalqi juda san'atga chanqoq, qoni qaynaganda buni nima deydi? Temp ham misol uchun 200 temp ham pastlik qiladi, to'g'rimi? Pas. O'shaning uchun ozgina buni hatcha bir 10 ta 20 ta pasaytiraylik. Nima deydilar, to'g'rimi? Bu endi Rustam akamning ham akalarimiz ham talabi bu bitta meniki emas. Nima deysizlar? Bir kommentariyada ijobiy natijalar. Faqat negativ yozmanglar. Negativ yozgan odamlarni ko'rib qolsam xafa bo'laman-da men to'g'risi. Juda negativlar ham ko'payib ketyapti shu kunlarda. Kerak emas negativ. Ijobiy yozinglar, bir maza qilaylik.
san'atga chanqoq. Juda men o'zi o'zbek xalqini juda yaxshi ko'raman. Chunki san'atga o'zimizni milliyligimiz hech qachon olmasin. Milliyligimiz xudo xolisa butun dunyoda yangrasin. Xudo xolisa san'atimiz bundan-da yashnab, rivojlanib, avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Hamidbek otaga rahmat. Gapimiz cho'zilib ketgan bo'lsa mingmor uzr, lekin kerakli gap gapirdim degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.